Assalamu alaykum ve rahmetullahi berekatuhu. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysi joylaridagi Uyg'ur tilini anglab, tushunadigan bir narsaga quloq bergandan keyin oldidan tortib keyinigacha so'zning hammasini anglab chiqib, uningdan keyin asli manda gapkan deydigan qadrli qarindoshlarim. Allah hammanglarning hozirgi vaqti, buningdan keyingi vaqtini xayrli qilsin. Dadam rahmetlik shunda deydigan, o'qimagan odamdan qo'rq deb, dunyodagi eng qo'rqinchli inson o'qimagan odam bo'lishi mumkin. Dadam nima shunda dediki, desam Alloh subhanahu taolo Qur'oni Karimni Iqro Bismi robbikallazi xalaq bilan boshlabdi ekan. Shunlashqa demak insoniyatningki qutulish yo'li o'qish bilan bo'ladigan o'xshaydi. Biz bu birlikte o'qish uchun belni burundan tortib bog'loqliq. Buni ben bo'shatmayman, sizlarni bo'shatmanglar. O'zliksiz o'qishimiz kerak, qadrli qarindoshlar. Shunda ham bu eng qo'rqinchli narsa shu bo'lsa kerak, shunlashqimi? Qadrli qarindoshlar, davomli o'qing, siz bek yaxshi o'qiysiz, qadrli qarindoshim. Biz sizden her zaman ta'sirlanamiz. Bir-birimizden ilham elish asosida o'qiymiz, qadrli qarindoshlar. Endi biz shu o'zimiz o'qigan kitoblarimizni to'qimadik, o'qigan kitoblarimizni bir qatordan tarjima qildik. Masalan, Qur'on naslining yangidan barpo qilinishi uchun passif yaxshidan aktiv yaxshiga degan bunu kitobni 1000 tani bostirdik, Botir qardoshimiz tarjima qildi. Bir pulva qarindishimiz buni bostirishimizga yordam qildi. Pulva pulidan, vaqtlidan, ilmidan, kuchidan zakatini ayıradigan gap. Şuna men hech nima qilolmaydim deydiganga bizning bahonamiz yo'q. Chunki Alloh subhanahu taolo bizga her birimizga har xil kuch, qudratlarni bergan. Bir-birimizdan üstünlük nima bilan desa, taqvolik bilan. Unda olsa Hicr Risolasi, Mustafa İslam oğlu ustozniki Hicr Risolasi kitobini men 2006-yili bir qatam hajga bordim. O chaqda o'g'lim 5 yoshda edi, ayolim bilan birga 3 kishi. Ondan keyin biz hajda bu ota-onamni yosh vaqtimda haj qildiramisam, o'zimizni o'yladik o chaqda. Menbek kuchab ketgidekma Məmuş yaş vaqtimda ata-onamni hajga apurvalay degan duoni bak qilgan. Shunga 2012-yili anam bilan dadam ikinci bir vatanimiz bo'lgan Istanbulga kelgan. Ammo dadamiz 2019-yili vafot bo'lib ketdi. Onun o'rniga men badal hajni qilgach ham onamni haj qildirish uchun hajga borgan vaqtimda Mana bunu kitap Hac Risalesi degan kitobni tarjima qildim. Maqsadim hac ibodatini texmo yaxshi qilish va boshqa qarindoshlarimizga hajning foydasini o'zimizning hayotidagi o'rni, islomdagi o'rnini tonishtirishdan boshqa sabab emas. Undan keyin imomlar va sultonlar degan bu kitob 2015-yili biz shirkat qurishdan burun tizimlatayotgan mezgilda shu vaqtda vaqtimizni chiqarib imomlar va sultonlarni nashr qildik. Buningda saroy mollalarining qanday bo'lganligini Imom Abu Hanifa biz o'zimizda Hanife mezhebidan divaladigan qadrli qarindoshlarimizning Imom Abu Hanifening siyosiy fiqhisi barkan. Buyna bir kitobni anglagan deb turkçasini o'qishni xohlaydigan turkçasini, uyg'urchasini o'qishni xohlaydiganlar uyg'urchasini bizdan ta'min etsanlar bo'ladi. Bumi Botir qarindishimiz bilan men Abdulaziz Bashto'roqningki birlikda oqqizgan terining natijasi. O'qiganlar biladi tercüme kitaplarının bir narsani tercüme qilishning qanchalik qiyin ekanligini. Bu bo'lsa Qur'on so'zlarining kimligi, buni Mustafa İslam o'g'li degan ustoz yozgan. Mustafa İslam o'g'lining kitobini o'qimaydim deganlar ustidagi rasmni ismini boshqa bir ismga o'zgartirib olib, chaplab qo'yib o'qisimi bo'ladi.
biz insonning oqisidan yoki bir odamga qul emas. Payg'ambar alayhisolamga qul emas. Biz ammo payg'ambar alayhisolamning sunnatini, ya'ni eng mukammal sunnati, eng yaxshi bizga qoldirib ketgan ishida hech qanday shak shubha bo'lmagan Qur'oni Karim. Ondan başqa har qanday kitobda ismini nima desangiz, o kitoblarda cho'qim shak bo'ladi. Ammo Qur'onda shak yo'q. Şu şəksiz Qur'annınki sürülərinin kimligini bizge ustaz öz vaxtında qandaq nazil bolğan, bu hayatımızda qandaq tətbiq qilinishi kerak. Peyğəmbər əleyhissalam və sahabeləri bunundan qandaq dərs yapdıkən, bu şu vaxtda qalandıkən, yoki biz qandaq tətbiqlaymiz. Bunun psixologiyalik hər xil hayatımızga bo'lgan ta'sirlari degandek har qaysi jihatlarni tutishib turib, bu kitobni yozib chiqqan Batur Qarqalli qarindishimiz 1 yilga yaqin vaqtni sarf qilib kitobni tarjima qilib chiqdi. Bizning yuzlan.net va hayotkitobi.com va Facebook Mustafa Islom o'g'li ustozning biz Uyg'urcha qilgan Facebook nimasida, sahifasida bu kitobni, shu barliq kitoblarni tarjimasini kundalik tarjimani qatorida e'lon qilgan. Endi kelayli o'zimizning darsiga. Siz hech bu soruyu Qur'onni sordingizmi? İslam nedir? Mustafa Islom o'g'li ustozningki Düşün yangilikdan chiqqan kitobi. Onundan keyin biz bu yili yani bu kitap Gulenjin Shijaosha Shimeshi Islan Mustafa Islan o'g'li Düşün Neşriyat dan chiqqan kitap. Bu kitapda 2000 tane bastık. Bu kitapdaki neşir işlerini, yani tercüme ve neşir işlerini ben yürüzdüm. Bu projeninki bu türününki layihli güçsü ve bununki yürüş, bu planlı türünü yürütüş işlerini bizden şirket öz üstüge algan bu xanzuçisi. Xanzuvan qarindoshlarga Xitoycha o'rgangan desam xo'shib ketishlar, qachon Xitoycha biladigan qarindoshlar buni o'qisa bo'ladi. Ya'ni endi masala bugun biz o'rganmoqchi bo'lgan kitob, davom qilayotgan kitob, siz Qur'ondan bu savolni so'rab baqdingizmi? Islom nima degan buni kitob bu tadbir nashriyotimizdan nashrda hozir nashrdan chiqdi. Bu kitobni biz basma zavodga berib etdik. 2000 dona chiqdi qadrli qarindoshlar. Biz birinchi, ikkinchi soatlik darslarda kirish so'zini burun o'qigan islom va iymon asoslari degan bobda islom nima, musulmon kim, nimalar islom emas, islomning Hazrati Muhammad bilan boshlanmaganligi to'g'rimi? Kishi qanday qilganda musulmon bo'ladi? Ko'rsatdi deganni o'rgandik. Ondan keyin 2 soatlik darsimizda islomda nimani ko'rsatdi, dinning maqsadi nima, iymon va mo'min nima deganlik bo'ladi? Qur'onda iymonning asoslari qancha? Alloh kim? Alloh kalimasining ma'nosi nima deganni birlikda o'rgandik. Bugungi 3-darsimizda qadrli qarindoshlar, islom va iymon asoslarida Yahudi va xristian e'tiqodidagi iloh tushunchasi bilan Qur'ondagi iloh tushunchasi orasida qanday farq bor? Yevropadagi qarindoshlarimiz eng ko'p uchraydigan, beshi qatadigan mazmunlar bu. Javob berishda Qur'on Allohni qanday sifatlaydi? Uning Qur'ondagi ba'zi sifatlari qaysi? Tavhid degan nima? Tavhid e'tiqodi bilan xristianlikdagi taslis dogmachiligi orasida qanday farq bor? İslamda insanın Allah'a bende bo'lishi nima ma'ni ifodalaydi degan mazmunni birlikda o'rganib o'tamiz qadrli qarindoshlarim. Ana bo'lsa men darsni birlikda sizlar bilan o'rganishni boshlab o'tay. Kelgan yerimizdan davom qilamiz. Çünkü birdemden keyin yine bizningki saat 8:30da Topkapı Kur'an halkımızda neçə yıllardır davamlaştırıb gelayotgan, düşənbə günlüki qılıyotgan, seyşənbəga alğan
Aramızda bir qarindishimiz Vasfı Vardar degan qarindishimiz bir ig'ir mashina qazosida voqeasida yaralanib doktorxonada bir oydan o'shiq yotdi. O qarindishimiz hozir uydikan dam etibdi. Bayatım bizning aramizda bir qarindishimiz onunga çiçek evetdi, gül evetdi. İnşallah dua qilib qo'yinglar, qarindishimiz tezroq asliga kelsin. Biraz rang nima chiqib qoldi qadrli qarindoshlar, bu rangni biraz oqatib baqiliqini. Buningki oqatishning usullari bor. Tamam. Mana bo'lsa qaradab ketdi bu tariqada bo'lsa bo'ladi ekan qadrli qarindoshlar. Endi bu qarda oldi. Qanday qilish kerak degan vaqtda bu Facebook'ninki bazen şundaq nimesi var. Demek ben buna üzerine to'g'rilab qo'ysam bu meni oq ko'yusdi ekan. Sizlar bu o'zingizlarning o'rgangan bilimlarini mushg'ul usullar bilan Facebook orqali taqatsanglar, boshqalarga foydalansa bo'ladi qadrli qarindoshlar. Ya'ni o'rgangan bilimlarimizni Qur'oni Karimga solsak, ayon bayon bo'ladi. Yahudi ve Hristiyan itiqadidagi iloh tushunchasi bilan Qur'ondagi iloh tushunchasi orasida qanday farq bor? Yahudilikda insonga o'xshaydigan bir iloh tushunchasi mavjud. Yahudi iloh tushunchasida iloh ba'zida insonga aylanadi va insoniy xususiyatga ega bo'ladi. Masalan, insonni yaratganligiga pushaymon qiladi. Takvin 6. babning 5. 7. Ayetleri o'xshaydi. Sarahni hamile qildirdi. Takvin 21. babning 1. 2. ayeti deyli. Onundan keyin Yaqub bilan chelishdi. Takvin 32. babning 22. babning 32. nimesi o'xshaydi. İnsonga ko'rindi. Takvin 32 32. bab 30. ayet. Harudu ve aramaladı. Takvin 2. babning 3. ayet. Kur'an'da Allah en üstün ve kattadır. Şura 4. ayet. Hiç qandaq bir şeyi Allah'a o'xshamaydi. Şura 11. ayet. Közler Allah'ını görmeydi. Allah közlerini körüp durdu. En'am 103. ayet. Yahudilikte Yahve Beni İsrail'nin milli ilahidir. Tekvin 17. bab 8. ayet. Ben ayet deb aldım qadrli qarindoshlar, bunda desem başqalarını okumasın. Çünkü umu Allah'ın kitabı hemen nereden özgertip etilganligini biz okumaymiz. En ahirdeki bu kitaplarını burunqi kitaplarını tasdiqlaydigan en ahirki kitap Allah Subhanahu Taala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e tushgan Qur'oni Kerimidir. Qur'onda Allah bütün insanların Rabbi, Müslümanların emas. Nas 1. ayet. Ve bütün mevcudiyetinin Rabbi. Fatiha 2. ayet. Hristiyanlıkta ilahlaştırılgan insan düşüncesi mevcut. Misir, Mesopotamya ve Hindistan'a o'xshash qadimqi köp ilahlık medeniyetlerde mevcut bo'lgan köp tangrilik tushunchasi bilan Hristiyanlıktaki köp ilahlık bu noktada o'xshashlikqa ega. Hristiyanlıkta odatdagi insonga o'xshash hayoti o'lim bilan oxirlashgan bir inson Meryem o'g'li İsa'ning Tangriga o'xshab ketadigan aloyiligi ekanligi ilgiri sürüldü. Kur'an bu qarashni elçi deb tunuşturulgan Meryem oğlu İsa'ga çaplangan bir töhmet deb qaraydı. Maide 117. ayet. Bu dava qattiq red qilingan surede Hristiyanlarning Meryem oğlu İsa'ni ilahlık derecesiga ko'tarishini red qilib mundaq deydi. Ey Muhammed aytqin ki o Allah birdir. Hemme Allah'a muhtaçdır. Allah bala tapqanma emas, to'g'ilganma emas. Hech kishi onunla tengdaş bulalmaydı. İhlas suresi
Qadirli qarindoshlar. Demek ki Yahudi ve Hristiyan e'tiqodidagi iloh tushunchasi bilan Qur'ondagi iloh tushunchasi orasida nima farq bor degan savolga Qur'on Karimga asosan mushundaq javob berilibdi. Qur'on Allohni qanday sifatlaydi? Uning Qur'ondagi ba'zi sifatlari qaysi? Endi biz Allohga ishonayotgan insonlarmiz, musulmonmiz. Anda bo'lgandan keyin Qur'onda Alloh o'zini qanday ifodalagan bo'lsa, bizga qanday tushundirgan bo'lsa, men buni mandaq iloh deb tushundirgan bo'lsa, ashunday tushunishimiz kerak. Shunlashqa Asma'i Husna darsi, tafsiri to'limi muhim qadrli qarindoshlar. Ustozning yana bir asri va Qur'onga ko'ra Asma'i Husna deydigan, ya'ni 99 isim var. Esma-i Husna Allah'ın güzel isimleri. Şu isimlerini övünüş kılışımız gerek. Evet inşallah Topkapı'daki Akabe Vahbe'de 2. kıtada ya 3. kıtada inşallah biz Muşu tefsirinin Türkçesini başlayımız. Uygur kırındaşlarımız var. Silahımı kılıp katnasanlar buludu kadarlı kırındaşlar. Onu biz YouTube'da ya komisa Facebook Muşu canlılık derste takiptimiz. Kur'an Allah'ını kandan sıfatlaydı. Onun Kur'an'daki bazı sıfatları kaysi diyen sualga verilgen cevap. Allah özüde çeksiz rahmet, işida çeksiz merhamet ilgisidir. Fatiha 2. ayet. O çeksiz mağfiret kılgıcı, bendisini yaxşı köğücü ve dost tutkucudur. Buruç 14. ayet. Allah'tan başka hiç mebud berhak yoktur. Allah hemişe tiriktir. Hayatның, məxluqatның mənbəsi ve yülençkidir. Al-İmran 2. ayet. Allah asman ve zeminin nurudur. Nur 35. ayet. Allah sizlarni xalq etdi, yaratdi. Andın sizlarga rizq berdi. Andın sizlarni qabz ruh qiladi, andın sizlarni tirildiradi. Şirk keltirganlardan qaysi bu ishlarning qaysi birini qila oladi? Allah pakdir. Ularning shirk keltirgan narsalaridan olidir. Rum 40. ayet. Ey insanlar, sizlar Allah'a muhtaçsizlar. Allah hemmidin bihacettir, mediyege layıktır. Fatir 15. ayet. Allah bendisiga yeterlik emas mi? Ular mabutlar bilan qo'rqitdi. Zumar 30. ayet. Kimiki dünyada şeref izleydiken, şerefning hammasi Allohga mansub. Onu Allah'tan tilesin. Fakat yaxshi söz Allah'ın dergahı örleydi, yaxshi ameller onu kötürüdü. Fatir 10. ayet. Bu Hilal TV'ninki Yükselen Sözler diyen bir programba Emre Erdem Uygan kardeşimizdinki, hocamız ustazımızdinki uğurlaştığan özü riyasetçilik bir program. Neçilliğin devam kıladı da məmən ait yaxşı görme. Ama bizninki derslerimizge doğru kep kalgaçka bazen bunu yetişemeyimiz. Ama şu dersinin mevzusu nereden gelgendisi mine yaxşı emeller, yani yükselen sözler. Kimiki dünyada şeref izleydiken, şerefnin hemmisi Allah'a mensup. Onu Allah'tan tilesin. Fakat yaxşı söz Allah'ın dergahına örleydi. Yaxşı emelle onu kütürdü. Fatir 10. ayet. Yani emel bilen söz, yani iman bilen emel her daim koşmak olup kilidi Kur'an'ın nurgun yerlerinde. Ağzımızda alemle ağam bilen, kolumuzda bir kıgan ibadetim, bir kıgan emelimiz bulmasa, biz Allah'ın aldıda timakta kaçılıp durup kalımız. Asmanlardaki ve zemindeki gayibni biliş fakat Allah'a xastur. Hamma ish Allohga qaytariladi. Alloh ibodat qilgin va Allohga tavakkul qilgin.
Yani hamma ishingni Allohga topshirgin. Rabbing qilayotgan ishlaringlardan g'ofil emasdir. Hud 123-oyat. Shunga Turkiyada bo'lsin, meyli vatanimizda bo'lsin, ba'zi nima desam bo'ladi, mushriklarninki mana qilig'ini qiladigan, ba'zi o'zini musulmon deydigan insonlar to'limi ko'p. Turkiyada muba bunun peşini ko'tarayotgan ba'zi uyg'urlarimiz bor. Bizning shayximiz hammani biladi deydi. Bizning shayximiz hammani biladi degani va Allohning osmonlardagi va zimindagi g'aybni bilish faqat Allohga xosdir. Ya'ni shayximiz g'aybni biladi deydigan qarindoshlarimiz bor. Qarasanglar qo'lida hasa, uzun chapan, kallasida salla, soqol bor. Bu Kur'an'ın bu ayetiga qarshi. Şuna Kur'an'ni ügüneyli deyişimizki sebep başka emas. Yani nima depti bu ayette? Osmanlardaki ve zimindeki g'aybni bilish faqat Allohga xosdir. Hamma ish Allohga qaytariladi. Alloh ibodat qilgin ve Allohga tavakkul qilgin. Yani hem işini Allohga topshirgin. Rabbing qilayotgan ishlaringdan g'ofil emasdir. Hud 123-oyat. Ya halda ihlas bilen Allah'a boysungan adam mahkem tutkuga esilgan bulut. İşlerin akıbeti Allah'a mensuptur. Lokman 22-ayet. Ballarıma kandak terbiye kısam bulut diyen qarindoshlar Lokman suresini okusa buludu. Allah g'olibdir. Jamallik qilg'uchini jazolag'uchi emasmi? Zümer 37-ayet. Bu dünyada cazalashga aldırıp ketadigan qarindoshlarimiz, hüküm qilishga aldırıp ketadigan qarindoshlarimiz sal o'zini besib olsa bo'ladi. Tavhid degan nima? Yani tavhid to'g'riliq to'limi nurg'un kitoblar yozilgan. Tavhidni qisqacha Qur'on qanday tushuntiribdi? Tavhid birinci derecelik asasıdır. İtiqad asasida qad ko'tarildi. İslam nomidan qilingan va qilinadigan har ishga qo'yilgan talab tavhiddir. Yani İslamning asosi namoz emas. İslamning asosi tavhid. Tavhid ihsomlanganda bir jumlaga mujassamlashadi. Yani la ilaha illalloh ibodat qilishga tegishli iloh faqat Allohdir. Bu cümle kelime-i tevhid deb atılır. Açıkçı boğan bu cümle özgüç alaylık igi bulup, mevcudiyet tilsiminin açıkçı bulup hesaplanıdı. Bu sebepten bu cümlenin manevi eğirliğini Muhammed Aleyhisselam kainattın mu eğir tohtaydı deb düşündürgen. La ilahe illallah iki kısımdan, yani birinci kısmı hiç kandak ilah yoktur. La ilahe bu inkar. Allah'ın yokluğunu hiç kandak bir la ilahe, hiç kandak bir ilahının yokluğu manisi ifadeleydiğen menfi cümleden ikinci kısmı fakat Allah vardır. İllallah manisini ifadeleydiğen musbet cümleden terkip tapadım. Bu iki cümledeki musbet ve menfi hüküm kainattaki her şeyini öz içine aldı. Bu hüküm atomun yadrosunda nitron ve proton şeklinde öz ifadesini tapıdı. Yıldızlar ve planetlara okşaş barlık asman cisimlerde ulanın tertiplik hareketini şekillendirgen tepişiş ve tartışış gücü bilen namayende buludu. Dijital san sıfırlık dünyada bu dünyanın iki asaslık amili boğan 0, 0 ve 1 şeklinde ifadelenir. Yani mevcudiyet kelime-i tevhid etkan maslişanlık içindeki bir koridordur. Mevcudiyetin peyda buluşu ve yok oluşu mu bunun içinde. Bunun asasen kelime-i tevhid eytiş kainatga mensup buluşunu ifadeleydi. Bu noktanı elip etkanda la ilahe illallah insanni o'zi a'zo bo'lgan kainat olamidagi
məxluqatqa nisbətən məsuliyyətçanlıq bilən muamele qilishqa dəvət qılınğanlıqni ifadələydi. Yığınçaqlığanda La ilahe illallah tevhidki kirişdən açqıçıdır. La ilahe illallah bilen tevhid akidesi kirgen kişi bu cümleni aytish bilen Allah'a tüvendikiler hakkında vədi bergen buludu. Yaratılgan her şeyi igi bolgan mana ve maksat özgermez bir kanundur. Allah her şeyini belgelik managa igi kılıp yaratkan. Bir şeyini yoki hayat sahasini yaratquchidan ayırıp taşlash ma'nisidan ve maqsadidan ayırıp tashlaganlikdir. Her şeyi bir-biri bilen bağlanışlıqdır. Her şeyi bir Allah'a bağlanıdı, onunla təvə bulur. Allah onundan ayrım müstakil bir hayat sahası yok. Allah arlaşmagan, onundan ayrım müstakil bir hayat sahası yok. Yaratquchining birligi, yaralg'uchining ko'pligi asosiy prinsip bo'lib, yaratquchini ko'p deb qarash haqiqatga, yaralg'uchini birga markazlashtirib qo'yish maxluqqa zulm qilganlik bo'ladi. Jimi mustabid va diktator hukmronlar bu xil zulmni paydo qilgan. Bu prinsipga asoslanganda beg'ubor go'zallikni emas, e'tiqodsizlikni yer yuzidan quritib tashlashmo Allah'ның iradesiga qarshi chiqqanlikdir. Bu prinsipga asoslanganda beg'ubor go'zallikni emas, e'tiqodsizlikni yer yuzidan quritib tashlashmo Allah'ның iradesiga qarshi chiqqanlikdir. Eğer Rabbin halis idi, elbette yeryüzündeki kişilerin hemmisi iman etdi. Sen kişilerini Müslüman buluşqa mecburlamsan. Yunus 99. ayet kadirli kırındaşlar. Tevhid itiqadı bilen Hristiyanlıktaki teslis dogmacılık arasında qandaq fark var degan mezmunga etishdim burun kadirli kırındaşlar. Ağzımdan nemdi olay. Bu Nebevi Kur'an halkları 610 yıldan beri kurulgan, Türkiye'de devam kılınıvatkan, ondan keyin hedef 610 hatırası bu. Yani bu kadın şembe günü hal kılgıçtık, yerim hal kılgıçtık musabık katnaştık. Biz hal kılgıçtık musabıkaga katılınmay kaldık. Biraz boşanlıkpa bizni keçiyor geçiler kadirli kırındaşlar. Yani bu tügeçtim burun yine bir muhim hoş haberlerden birisi Süleymaniye vakfıda işleydiğen şehirde 20 milyar işlevatkan bizden bir ustazımız var. Onun ismi Enes Alim Oğlu. Türkiye'de onun arkasından gep tepivatkan nurgun edemli var. Lekin Profesör Doktor Abdülaziz Bayınder'in Süleymaniye vakfı onu beşiğe gül tacı kılıp kısıp işitivatıdı. Onunki Kur'an-ı Kerim ve izahlık tercümesi diyen bunu Kur'an-ı Kerim ve izahlık tercümesi diyen Kur'an neşride hazır basmada inşallah patiyakında neşirden çıkıdı. Bu kitapını setvelişini oylaydıqanlar men bilen alakalaşsanlar menden zakas kısanlar inşallah bunu Ramazangacha kulağınlığa tigiş için baldurak zakas kılışınlarını ümit kılımız. İnşallah en az 50 lira etrafında setilidu. Çünkü bunu biz için ustaz üzünün yelinden pul çıkarıqlar, qaziga besiqlar, qadirli qarindoshlar. Bu ne? Bu Kur'an köre İslam nime degan kitap bilen birleştirip okusanlama nahayt yaxshi buludu. Ramazanınla teximo yaxshi ötüdü qadirli qarindoshlar. Hem de işçini bir qata köşt otay, işçi onu şunda seliştirmalik holatda o'qiy olasizlar qadirli qarindoshlar. Kitap cem'i
necha betgan degan vaqtda kitob 644 betgan, qadrlik jinim qarindoshlarim. Endi biz buni davom qilaylik, shamning vaqtimi bo'lay deb qoldi. Tavhid e'tiqodi bilan xristianlikdagi taslis dogmishlik orasida qanday farq bor degan chaqda buni mandaq debdi. Tavhid bilan ko'p ilohlik bir-biriga qarama-qarshidir, ziddir. Tavhid tushunchasi islomning asosidir. Ko'p ilohlik dogmasi xristianlikning asosidir. Tavhid tushunchasi Allah'ның bir, ebedi ve üstün, tengdişi ve okşusu yok ekanligini, yaratgan mahluklardan hiçbiriga o'xshamaydiganligini, o'g'il ve dada emasligini ifodalaydi. Ko'p ilohlik dogmachilig'i buning dal aksini bayon qiladi. Qur'onda tavhid tushunchasi tunji elchidan eng oxirgi elchigacha barliq elchilarning o'rtaq e'tiqodidir. Ama teslis ma'nosidagi triyas, yani üçlük hukmini tunç bulup Meryem oğlu İsa'dan taxminen 150 yıldan keyin Afinalık ilahiyatçı Atenagoras işletken. Bu hukmni başka köp ilahlık medeniyetlerini örnek kılıp itiqad şeklinde sistemalaştırılan kişi Poplarning eng çoğu Tertullias miladi 160 yıldan 220 yılgacha yaşagan kişi iken hocam şimdi ben deristeyim, bir 5 dakika 10 dakika sonra bitecek inşallah. 10 dakika sonra bitecek. Ha? Evet. Tamam, selamünaleyküm. Yani 8 dersimiz vardı. Şunun bu telefon kutlu ustaz. Tevhid tushunchasida bir musulmon Allohdan boshqasi duo qilib bir narsa tilamaydi. Hazreti Muhammadga duo qilib yordam tilashmi buning ishida. Taslis e'tiqodida bir xristian Meryem o'g'li Isoga duo qilsa bo'ladi. Muhammad alayhissalom o'zidan keyin yashagan bir farzandi Fatimaga vafotidan burun mundaq degan: "Qizim Fatima, ey Fatima, o'zingni qilgan solih amallaring bilan Allohning g'azabidan saqlagin. Allohga qasam qilamanki, oxiratda sen uchun qo'limdan bir ish kelmaydi." Tavhid tushunchasiga asoslanganda bir musulmon uchun Muhammad alayhissalomning bedeni muqaddas emas. Lekin taslis tushunchasiga qaraganda bir xristian uchun Meryem o'g'li Isoning bedeni muqaddas bo'ladi. Tavhid tushunchasiga ko'ra bir musulmon Muhammad alayhissalomga ibodat qilmaydi. Muhammad alayhissalomga ibodat qilish bilan bir butga ibodat qilishning orasida hech qanday bir farq yo'q. Bir xristian Meryem o'g'li Isoga ibodat qilmasa, xristian bo'la olmaydi. Shuni qaraydigan bo'lsak, payg'ambar ismining sallisi, saqili deb o sakallarını suyapmış Türkiye'de şu bir işlerini kılıdı camilerde hatta bular İslam'a uygun bir narsa emas ki mana yuqorida so'zlaylik. Bende bo'lishi nimani ifodalaydi degan savolga javobni bergandan keyin biz darsimizni tugatamiz qadrli qarindoshlar. İbadet qilishi tubandagidek 3 ma'noni ifodalaydi. Birinchi, insonning o'z nafsiga qul bo'lmasligini ifodalaydi. Islom insonning o'zidagi ozg'un shaxsiyatchiligiga va nafsiga asir bo'lishiga qarshi. Chunki bu insonning aqli, irodasi va vijdonini qul qiladi. Qur'on bu ahvolni nafsi xohishini iloh qilib bilish, ya'ni Furqon 43-oyatda deb ashundaq deb tushundirdi. Allohga banda bo'lish nafsi xohishiga qul bo'lishni rad qilganlikdir. İkinci, insonning insonga qul bo'lmasligini ifodalaydi. Insonning insonga qul bo'lishini man'iy qiladi. İnsonni o'ziga qul qilganlar bo'lsin, insonga mayli ixtiyoriy holda qul bo'lganlar bo'lsin, hammasi Alloh oldida javobgarlikka tortiladi. Bu insonni o'z turining qul qilishidan qo'g'dashni maqsad qiladi. Hazrati Bilal esimizga keladi.
Üçüncü, insanның dünya parast bo'lib ketmasligini ifodalaydi. İslam insanның dunyoga mol-mulk, pul, oltin, kumush, maqom, ya'ni huquq va buningga o'xshaydigan har qanday bir narsaga qul bo'lishini cheklaydi. Bu insonni dunyo parast bo'lib ketishdan saqlab qolish uchundir. Bularga berilib ketgan kishi mavjudiyat olimida qimmat jihatdan o'zidan tuvan turgan shay ilarga o'zini qurbon qilgan bo'ladi. Qadrli qarindoshlar, shuna qilib bugungi darsimiz mushu yerda oyoqlashdi. Nayeti cho'ng xo'sh xabardan bini dedim. Ana sajikimizningki Qur'on va izohliq tarjimasi degan bunu kitobning xabarini mo sizlarga berdim. Qadrli qarindoshlar, kitobning cho'nligimi odatdagi kitobdan cho'ng bo'ladi. Shunlashqa buningdan xabardor bo'lib qolishinglarni, bu qatimqi Ramazoninglarga yaxshi tayyorlik qilishinglarni tilaymiz. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Bugungi Facebook Qur'on xalqimizdagi Qur'on ko'ra islom nima degan o'ttirda gap so'zi bakchiq bo'linib ketgan, dunyoga tarilib ketgan yiliq kitobning mazmunidan bir qancha savolning javobini Qur'onga qarata, Qur'onga ko'ra javob berib yozgan mazmunlarni paylaştık. Allah'ın o'ziga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu dunyoringlar va o dunyoringlar jannatga aylangay. Albatta iman bilan birlikda salih amal birlashsa inshaalloh bu dunyomo jannatingizga aylangusi Allah'ın o'ziga omonat